Hürmetlik Nur Muhammed efendim hamdi. Elbette siz ilgili Halkara Şark Türkistan Teşkilatlar Birliği'ne saylanğandan keyin reis bolup ayrım sizlerle söhbet qilgan tafsili nurg'un masalalarni to'xtaldik. Bugun mushu Ma'rif jamiyatining raisi saylanib keyin bu e'lon qilindi. Mushu Sharq Turkiston Ma'rif jamiyati, Sharq Turkiston Ma'rif harakati, Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi degandek yaqin bu ismlarni, bu farqini, kimning ustun, kimning to'van. Mushu bir xalqimizga bir yana bir qatim bir aydınlaştırırken bolsak. Bismillahirrahmanirrahim. Aldı bilen İstiqlal televiziyasiga barliq qarindoshlarımningki ijtihodi, tirishchanligiga rahmatim bilan ekran orqali dunyoning har qaysi joylarida ko'rishayotgan va programma orqali bu qalb rishtimizni bog'layotgan bu maydondan hammanglarga yuragimdan, ijtihodimdan va shundoqla da'voga bo'lgan sadoqatimdan salom yo'llayman. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aldı bilen Sharqiy Turkiston Tashkilotlar Birligininki Yildiz ve ana tashkiloti bo'lgan. 2006-yildan tortib Turkiyada va xalqarodagi boshqa ma'arif tashkilotlari bilan birlashib, hozirgi Xalqaro Sharqiy Turkiston Tashkilotlar Birligininki barliq kelishiga cho'ng ul sog'an ma'arif va hamkorlik tashkilotimizning raisi Musajan Arni tekrar tabriklayman ve xizmatlarga utuq muvaffaqiyat tilayman ve shundoqla o'zining kilam saylanib bir kelgan barliq idora heyeti qarindoshlarimga rahmatimni, salomimni, hurmatimni bildiraman. Xo'sh, so'ragan savollarga oldin qitim bir javob bergan bo'lgandim. Shundaqdimi yana bir qitim aniq bo'lgan holatda bir izoh berishni loyiq ko'raman. Xo'sh. Sharqiy Turkiston Ma'arif harakati buni Uyg'urchada tarjima qilgan chog'da ma'arif, ya'ni maktab tuzumidagi ma'arif deb tushungandan o'taroq, bu ma'rifat degan so'zdan kelib chiqqan, yoki xalqimizni, millatimizni, davlatimizni haqiqiy bir oqartish harakati. Bu ham o'zimizningki ong masalasidan tortib tashkillanish va o'zimizningki kuch yetildirish jihatlaridagi bir ma'rifat, yangilik yaratgan va buningda ongliq shaklda bir kelgan sistemlashgan bir qurilmasi deb tushunsak muvofiq deb qarayman. Şu sebepten bu hareket yani Türkiye'de 2003-yıldan tatip şekillengen degen hukumga yani bir izahat beriydi. Bu hukum Allah burullam. Yani 960 yılı miladiye Sultan Buraxan Şarkı Türkistan ve bugünkü Şarkı Türkistan'dan halkıgan coğrafiyalik teritoriyanın içine ağan Karahanlı imparatorluğunu kurgan çağda İslam'ını, özünün devlet kanunu ve şundaqla İslam'ını devlet dini qilib bekitgandan tortib bu İslami hareketni yani miladiye 570 yıl tug'ilgan Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ninki nübüvvet hayatından başlangan bu jahonga ma'rifat bergan bu cho'ng tipdagi aqartish, yeteklash ve shundaqla ziminga yo'ruqliq berish, qalblarga texidimmi cho'ng bo'lgan bir ishonch berish degan cho'ng bir da'voning bir qismi bo'lgan. Sharqiy Turkiston Müstakillik hareketindeki ilgari Sharqiy Turkiston coğrafiyası kurulgan müstakil devletlerimiz, imparatorluklarımız ve İslam'ını vekil kıygan İslami kimlik bilen güllenip şu devirde özümüzdeki dini ve milli kimlik bilen yoğrulup onu güçlendirip yagam hakiki kimlikimizdeki muhaciretki yani asaret kalgan tarihimizde mecburen muhaciret küçten kiyin yurt dışında teşkillegen şu en'anisige varislik kılış bir hareketininki bir timsali deb o'tgan edim. Bugunmi o'xshashlam shu so'zimda yana bir qatim izohlayman. Ma'arif hareketi nuqul alda kichik tipdagi derneklashgan, tashkilotlashgan yoki jo'g'rafiyadan ma'lum bir o'ringa shakllangandan o'taroq Sharqiy Turkistonning tarixiy kimligi, hozirgi kimligi va kelajakdagi orzu armonlari bog'langan bu haqiqiy bosadigan qadam bosqichlarni o'ziga bir mas'uliyat deb to'nagan bir kimlikdan iborat. Bu kimlikninki elbette bu fikirdeki, ideologiyadaki kimlik bo'lganligi sebebinden 2006 yılı Muşaga kelgan Türkiye'ye merkezleşken
Bu qarindoshlarimiz, ustozlarimiz, peshqadamlarimiz marhum Abdulhakim Mahsum Majim Alloh rahmat aylasin. Ustozlarimizninki rahbarligida va shuningga o'xshash ijtihod jihatda birlikka kelgan nurg'un taraflarning qo'shilishi bilan 2006-yil Ma'arif va hamkorlik tashkilotini qurib chiqib, bu tashkilotninki vatandagi diniy va milliy kimligimizningki haqiqiy timsoli sifatida muhojiratda o'zaro qarindoshlik big'ini bog'lash va tadrijiy holda vatanga haqiqiy bir kimlikni tiklashni orzu qilgan bir cho'ng bir qal'aning qo'shini tiklash maqsadida tiklangan bu jamiyat, ya'ni jamiyat bo'lib shakllangan. Undan keyin biz ya'ni 1992-yilda qurilgan Sharq Turkiston milliy qurultayimiz va Turkiyada qurilgan. Ya'ni keyin u taraqqiy qilib hozirgi dunyo Uyg'ur qurultiyiga tadrijiy holda o'zgargan bo'lsa, Ma'arif harakati 2006-yildan tortib o'zining mavqesini, fikriy birligini va shundaqla o'zaro qarindoshlik bog'larini kuchaytirish orqali nurg'un kichik shoxchalangan, amaliy sohada xizmat qilgan ba'zi kichik tashkilotlarni barliq keltirgan. Masalan, Mavi Hilal jamiyatimiz insoniy yordam shaklida, inson haqlari jamiyatimiz kasblashgan, qonunlashgan shaklda davlat va inson haqlari nuqtasidan xizmat qilgan shaklda. Xo'sh. Yangi nesil harakatimiz avlodlarimizni mushu da'voga sahib chiqish va bularni o'zimizning ichiga achirish maqsadida va boshqa ilm ma'rifatni markaz qilgan Qur'on, ta'lim, tarbiya yoki bo'lsa ma'arifni qilgan Sulton Suqbraxon ilm vaqfidan tortib, boshqa bizga a'zo bo'lgan barliq tashkilotlarning barliq kelishi, Nuzgumdan orqali ayollar va xonim qizlarni, qizlarimizni bu da'voga akirishni maqsad qilgan jamiyatlarning qurilishi, amaliyat biz da'vatgan yuqoridagi milliy va diniy kimligimizdan shakllanib chiqqan va tadrijiy shoxlangan holatda Sharqiy Turkiston tashkilotlar birligini barliq keltirgan. Bu uchun o'rtadagi munosabat nihoyat oddiylan, shunday tushundigan chog'da bir to'plamning bir yakil uchun bir fikr, ideologiya birlik keladi. Fikr bir yakil kelganda bundan bir amaliyat chiqadi. Amaliyat jarayonida ehtiyoj qarta uni kengaytirish va texnikani shoxlantirish ehtiyoji tug'iladi. Xo'sh. Mana shu nuqtadan tushunsak, bu uchinchi ichida yuqori qatlamda dastlabda ideologiya buningga vakillik qiladigan, timsollik qiladigan cho'ng bir organ shaklida bo'ladi. Undan keyin ijroiya sifatida Ma'arif jamiyati buning ichida uzun, tarix uzun, ham uning ustiga davlatning ichida e'tibori mazmut bo'lgan tashkilot bo'lish sifati bilan davlat bilan bevosita aloqa qiladigan, xalqimizningki jiddiy va bevosita ishlarini, talablarini ijro qilgan bir tashkilot bo'lgan bo'lsa, uningdan halqagan bo'lgan har xil sohalar bilan kasblashgan, mutaxassislashgan va shundoqla qurumsallashgan bir qurilmalarimiz bilan bugungi Sharqiy Turkiston, ya'ni xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlar birligini vujudga kelgan bo'ldik. Menimcha bu eng yaxshi tushundigan bo'ldi deb qarayman. Ko'pdan ko'p rahmat. Haqiqatan go'zal tushuntirish bo'ldi.